Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun uyda manti ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Smetanaga botirib yeymiz. Mantini yaxshi ko'raman. Ko'k piyoz. Smetana. Mazali. Perluji Kalina ham mantini yaxshi ko'rarkan. Har doim O'zbekistonga kelganda manti yerkan. Manti ham qo'y go'shtiga ekan. Chaynasham shart bas, og'zingizga solib tursiz bo'ldi. Alhamdulillah. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat, kuzatishda davom etinglar. Shunaqa ochopat do'stlaringga videoni jo'natib qo'yasizlar. Sog' salomat bo'lasizlar.